Uzun HTML dərsliki 7-ci qism HTML təhlilgüç. Dərslikning asas məzmuni birinci HTML təhlilləşdə qo'llanılan kəsbi təhlilgüçlər. Bular nəhayət köp, lekin bu yerdə 3 nil misal keltirimiz. Bu bizning xizmat unumimizni oshirishda nəhayət lozimli detallar hisoblanadi. Birincisi Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, Coffee Cup HTML editor. Bularning ko'rinma yuzini ko'rib baxsak, bu Coffee Cup HTML 2018 nashri. Anonki Microsoft Expression Web'ninki ko'rinma yuzi, ama bu Dreamweaver'ninki ko'rinma yuzi. Lekin biz Windows mashg'ulot sistemasiga xotirlabda, ya'ni G1 hanzcha ne ishlatishni yoki alma kompyuterdagi Mac mashg'ulot sistemasiga shuni xotirlabda o'xshagan text edit qatorliq o'sha eng oddiy bo'lgan text tahlilgüchlar orqali HTML kodi yozishni tavsiya qilamiz, chunki bunda bo'lganda nihoyatda oddiy ham qulaylik bo'ldi. İkinci məzmun 4 basqıç orqali tunji tor bekitingizni e'lon qiling. Bu 4 basqıchni bir-birlab mangayli. Birinchi xotir daftarini ichish. Masalan, Windows mashg'ulot sistemasida hozir yangidan qurish degan yerdan xotir daftarini birini qurgan bo'lsam, ega xotir daftarini bir qurildi hozir. İkinci xotir daftarga HTML kod yozish. Men xotir daftarini ochdim. Xotir daftar ochilgandan keyin mana HTML kodni mana ustiga keldim. Kelgandan keyin buni saqladim. Saqlasak bu faqat bir tekst hujjat holat saqlandi. Endi men buningki 3-chi bosqichda buni HTML oldida saqlash, ya'ni HTML anadan keyin HTML1, HTML bo'lsin bo'ladi, HTML bo'lsin bo'ladi. O'zgartirmasdan desam bu bir torbat hujjat bo'ldi hozir. 4-chi bosqich tor ko'rgichda unumini ko'rish. Buni biz tor ko'rgich orqali ichib baxsak, mana bu yerda Internet Explorer'ni tanladim. Mana bu hozir tor bekat hujjat shaklida ichildi.